boshladingmi gapni? Ha, o'zi gapiryapman. Ha, bo'ladi. Shu senga bir gap aytmoqchiman-da, yo aytmasammikin, ha? Yo'q, aytmang. Aytmasam yuragim yorilib ketadi-da. Mayli, aytingchi, qanaqa gap ekan? Shu desang, seni yaxshi ko'rib qoldim-da. Shunga nima deysan? Qo'ysiz-chi, biz hali sevishga yoshmiz-ku. Ha, nima qildi? Yo'q, bo'lmaydi. Undan ko'ra yuring, kinoga tushamiz. Ha, mayli, bo'pti, botsak boramiz, lekin baribir o'zimniki qilaman seni. Dada? Bana akam boshlangiz olibsiz dada? Ha. Hozir yo'qsan. Qo'ya. Qarang, dadam akam boshlasin olibdi. Dadasi? Orzu qilgan mashinangizni olibsiz oxiri? Ha, men nihoyat oldim. Voy, necha chiroyli. Qutlug' bo'lsin. Qutlug'. Ilohim yaxshi kunlaringizga buyursin. O'g'lim qara, mazza qilib mashinada yuramiz endi. Ha, dada men ham haydayman bu mashinani, ha? Qarab olganingdan keyin haydolasan, shu senga endi nima qilasan? Voy, dadasini nimaga unatyapsiz? Bu hali maktab o'quvchisi Pravasini bo'lsa, olib minaveradi. o'qishini o'qisin, travasini olsin. Darrov mashinaga yopishmagin, o'g'lim. Voy, ko'p mashinakasini orzu qilgani biza dadasi. Ha. Bana nihoyat erishdik. Dada men ham haydab bitta hozir. Xudo xolasa, pravayni ol, keyin hayda olasan. Shu mashina senga. Nega haydab yursam Hali bo'ladi? maktabing bor, o'qishing bor, darrov deb mashinaga yopishmagin. Mayli. To'g'ri aytyapti onang. Pravalaringni Pravalaringni olib, olib o'qishdan Katta bo'lib, min olasan. bola bo'lib yursang, Ungacha minmaysan, tushundingmi? Ungacha minmaysan. Yoqdimi mashina? Ha, yo'q. Chiroyli. Senga shu. Ishlarni ham bitta ko'ring. Ko'ring. Dadasi, choydan iching. Dadasi, biram xursand bo'lib ketyapman bugun. Yangi mashinangizda borar ekansizlar, do'st dushmanlarimizni kuydirib, ishoningizga. Xudo xolasa. Albatta. Bu kunlarni qanchalik kutdiki, mana va nihoyatda erishdik shu yangi mashinaga. O'g'lim yoqdimi mashina? Ha, yo'qdi dada. Dada, shu bugun o'qish bo'yicha tashlab berasiz. Ha, o'zim tashlab beraman. Kiyinib bor bo'lmasam. Bo'pti dada, unda men tayyorlanib turaman. Bo'pti. Ha. Tezroq kiyib chiqib tur. Ehtiyot bo'lgan. Dadasi, shu o'g'lingizdan oxirgi paytda xavotirdaman-da. Shu gapga kirmaydigan bo'lib qolgan. Yo o'tish davrimni bilmayman. Quloqsiz bo'lib ketyapti-da, o'g'lingiz erkalanib ketyapti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Bilmasam, gapga kirmayapti. Boshqachada qanaqadir. Endi o'spirin paytida hozir. Endi tarbiyasi bilan o'zing shug'ullanda. O'zing tarafini olib taltatib o'ryapsan-da, endi to'g'ri gap. O'zing qarang, nazoratingga ol axir. Men ishda bo'lsam. Yana nima bo'lyapti? Nima deyapti yana? To'g'ri tarafini olishga olyapman. Men ham onamdan rahmim kelyapti. Siz ham o'ta qattiq qo'llik ko'ryapsiz. O'zimga o'tirib, bola bilan chiroyli gaplashing. Men chiroyli gaplashsam, urib qo'yishim mumkin, qattiq tegib qo'yishim mumkin. O'shuning uchun sen onasisan. O'zing gaplash. O'zing gaplashib tushuntir. Men gaplashsam, endi qattiq tegib qo'yaman. O'zing tarbiyalada endi. Bo'pti, qani bugun yana o'qishdan kelsa, yana bir o'tirib gaplashaman. O'qishlarni tekshir, kitoblarni ko'r. Nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, hammasini bilib nazoratingga ol-da. Meni vaqtim bor ekan buncha narsaga. Keling, issiqcha quyib beraman. Oling-chi.
Bo'pti bo'lmasam o'g'lim yaxshi o'qigan. Xo'p, mayli-da, siz ham yaxshi ishlang. Salom alaykum, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Yangi mashina olishibsanlarmi? Ha, kecha kun dadam yangi mashina oldi. Yaqinda meniki bo'ladi. Ha, kechqurun rosa maza qilib minar ekanmiz-da, ha? Bilmadim, dadam ruxsat bermasa kerak. Nimaga? Nima minishni bilmaysanmi? Bilishga-ku bilaman, lekin qanday qilib? Xo'p, mayli, yuta qol. Xo'sh, qanday rejim bor edi, aytchi? Xullas, kechqurun dadang ishdan kelganlarida mashinani kalitini olib chiqasan va birga aylanib kelamiz. Yaxshi reja-yu, shu desang, dadam kech payt darvozani qo'plab qo'yadi-da, shuning uchun chiqa olmayman. Hali ham yosh bolasan-da, deraza bor-ku, derazadan oshib tushasan-da. Ha, yaxshi. Mayli, kechgasin gaplashamiz uni. Ali, oldinga qara. Xo'p, ustoz. Mayli, keyin gaplashamiz. Tur o'rningdan. Alisher Navoiy haqida gapirib berginchi. Alo. Ali? Qayerdasan? Bilmaman. Chiqasanmi? Ha, chiqaman. Darvozang qulf bo'lsa, derazadan ochib tushish. Ha. Qo'l tushmay eshigingni aytaman, qo'l tushma. Xo'p, hozir tushaman. Va alaykum assalom. O'tirib olamiz. Sarvinoz, chiq do'skiga mavzuni yoz. Xo'p, ustoz. Kecha asa maza qilib aylanibmiz-a? Ha, maza qilib aylandik. Asa zo'r haydar ekansiz. Dadang bilib qolmadimi ish qilib? Yo'q, dadam bilib qolmadi-la. Xo'sh, bugun ham aylanamizmi? Ha, bilmadim. Kechgasincha gaplashamiz. Jim o'tiringlar. Darsimiz tugadi bolalar. Ertaga kech qolmasdan ertaroq kelamiz. Ustoz, Davron bilan Ali mashina minishayotgan ekan. Iye, sen buni qayerdan eshitding, Sarvinoz? Davron bilan Ali gaplashayotganda eshitib qoldim. Ha, yaxshi bo'ldi aytganing. Buni hech kimga aytma. Mayli, bora qol. Xo'p, ustoz.
Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Alina sinf rahbari bo'laman. Ha, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizlarmi charchamasdan? Bolalar charchatib qo'yishmayaptimi? Ha, sizga bir xabarni aytib qo'yay degandim. Nimaga, tinchlikmi? Ali mashina haydayotgan ekan. Sinfdoshlari shunaqa deyishdi. Shunga sizni ogohlantiray degandim. Voy, yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'zingiz bir gaplashib qo'yasizmi deb o'yladim. Voy, rahmat katta. Qani o'g'lim ko'chaga chiqib ketganida, kelsin. Gaplashib qo'yamiz. Xo'p, rahmat katta ogohlantirganingiz uchun. Xo'p, rahmat. Ha, o'g'lim? Yaxshimisan? Ha, oyi, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi bo'ladi. Tinchlikmi? Nima so'rayapsiz? Bir gap eshitib qoldim-da. Shu gap rostmi? Ustozing telefon qilibdi. Sen mashina haydab yuribsan ekan. Mashina haydaganman, oyi, qanaqa aytayman, Demak, ustozing yolg'on gapiribdi-da. Bilmadim. Men lekin mashina haydagan yo'qman-ku, oyi. Ustozing nega bunday dedi bo'lmasa? Oshnalarim bilan mashina o'yinlari haqida gaplashayotgandik. O'shaning uchun noto'g'ri eshitib qolgan bo'lsa, endi sinfdoshlarim shuni yetkazishganini bilasiz-ku, qizlar qanaqaligini. Bola, sen hazillashmagin. Yolg'on gapirmagin. Mayli, seni gapingga ishondim ham deylik. Lekin dadang eshitib qolsa, bilasanmi nima bo'ladi? Yaxshi ish bo'lmaydi. Ha, bilaman, oyi. Bilaman, dadam jahllarini ham bilaman, lekin aytayapman-ku, unday emas. Ko'zingga qara-da bola. O'zingga qara. Ha, xo'p, oyi, mayli, men bola qolay, darslarim bor edi, biroz dam olaman, charchadim. Mayli, darslaring qil. Lekin bola ko'zingga qara. Dadangni bilasana, jahllari yomon. Ha, bilaman, oyi. Xo'p dedim-ku, sanay shavotir bo'lmayman. Chalmaydi ya bu telefonda. Alo. Alo. Ali? Ho'la, ba, eshitaman. Yaxshimisan, tuzingmisan? Yaxshi, rahmat bo'ladi. O'zingchi? Ha, yaxshi, rahmat. Ha. Qaydasan, Ali? Uydaman, tinchlikmi? Dadang keldimi? Ha, keldilar. Darvozani qulflab qo'ydimi? Ha, qulib. Ha. Sekin bo'lmasang kalitni olib derazadan tush. Qanday bo'lar ekan? Tushaver, bul tezroq chiq, kutib turibman, eshiging tagiga keldim. Ha, xo'p, hozir chiqaman. Bo'l, tezlash, bo'l. Xo'p. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojimota Valiyni otalari siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman, tinchlikmi? O'g'lingiz avtohalokatga uchrab, Bo'ston shoshilinch markaziga yetib keldi. Iltimos, tezroq kelsangiz. Nima? Nimalar deyapsiz? Qachon? Hozir boraman. O'g'ling qayerda? Dadasi tinchlikmi? Chap tomonga. Ha, tinchlik xonasida yo'q ekan. Hozir Nimaga yo'q bo'ladi? menga shifoxonadan telefon qilishdi.
Shifoxonadan? Ha. Nimaga? O'zingni bos. O'g'limiz avtohalokatga uchrabdi. Voy. Mashinaga hozir tezda shifoxonaga borishimiz kerak. Bo'lishi mumkin emas. Yur tezlash. Nima deyapsiz, dadasi? Davron? Nima bo'ldi? Ali qani? Nima bo'ldi? Ali yoningda bo'lardi-yu, birga edilari-yu har doim. Ali qani? Qani Ali? Nimaga gapirmaysan? Gapir. Qani Ali? Davron? Bolam. Ali? Bolam, nima bo'ldi senga, bolam? Nima bo'ldi bolam? Dadasi. Bolam. Dadasi. Nima bo'ldi bolam? Nima bo'ldi senga? Tur ko'zingni och. Ko'zingni och. O'g'lim. Biz keldik, bolam, ko'zingni O'g'lim. och. Dadasi bir nima qiling. O'shanda menga Qaysi? seni sevaman degan. O'sha qaroringiz hali ham o'z kuchidami? Buni endi foydasi yo'q. U paytda oyoqlarim joyida edi. Endi bo'lsa yo'q. Ali aka, siz sog'misiz, kasalmisiz? Men uchun bir xilsiz. Men sizni sevaman. Nimaga yig'layapsan, Jinnivoy? Agar kelajagingdan afsuslanmasang, ham mayli. Men sizdan hech qachon afsuslanmayman. Chunki sizni sevaman. Afsuslanmasang, men rozimman. Siz hali yaxshi bo'lib ketasiz, men ishonaman.